Yuriy Nikulin o'limidan oldin nima degani va kimga qo'ng'iroq qilganligi fosh bo'ldi. Yuriy Vladimirovich Nikulin millionlab odamlarni kuldirgan va yaxshilikka ishontirgan inson. U 1921-yil 18-dekabr kuni tug'ilgan. Nikulinning oilasi teatr bilan chambarchas bog'liq edi. Uning otasi va onasi aktyor edi. Nikulin bolaligi oddiy bolalar kabi o'tdi. U bolalar bilan o'ynardi, gohida urishardi. Maktabda o'rtacha bahoga o'qirdi. Maktabda o'qituvchilar u klonga o'xshab xatti-harakat qilganligi uchun ustidan shikoyat qilishgan, ammo Nikulin uchun bu yuksak baho edi. Nikulin 1949-yilda Tatyana Pokrovskaga uylanadi va oradan vaqt o'tib ular bir nafar o'g'il farzand ko'rishadi va o'g'liga Maksim deb ism qo'yishadi. Yuriy Nikulin Kavkaz asharasi, Operatsiya I va Shurikning sarguzashtlari, Brilliant qo'l va Qaroqchi chollar kabi filmlarda rol o'ynab katta shuhratga erishgan. Kavkaz asharasi va Operatsiya I filmida Nikulin, Vitsin, Margunov yaqin do'stlar sifatida rol o'ynashadi, ammo filmdan tashqari ularning munosabati buzilgandi. Kavkaz asharasi filmini suratga olish jarayoni tugaganidan keyin butun jamoa natijani ko'rish uchun bitta joyga yig'iladi. Margunov davraga kechikib mast holatda keladi. U hamma bilan baland ovozda gapirib, noo'rin hazil qilardi. Rejissyor Leonid Gaydayga esa qo'pol gaplarni gapirib uni ranjitdi. Gayday Margunovni davradan haydab chiqaradi va uni hech qachon filmlariga boshqa taklif qilmaydi. Margunov Yuriy Nikulin bilan munosabatini butunlay buzib qo'yadi. Bu holat Nikulin davlat mukofotini olgandan keyin sodir bo'ldi. Margunov Nikulin ustidan hazil qilishga qaror qiladi va u direktor bo'lib ishlaydigan sirkni oldiga tashrif buyuradi. U sirkni oldida yig'ilgan odamlarga baland ovozda sirkni direktori Yuriy Nikulin odamlarga kvartira berish masalasini ko'rib chiqayotganligini aytib o'tadi. Nikulin hayratda qoladi, chunki u o'tirgan kabinet eshigini odamlar tinmasdan taqillatib, biz kvartira olish masalasi bo'yicha kelgandik deb aytib o'tishadi. Keyinchalik Nikulin bu ishni Margunov qilganligini bilib qoladi va Margunovga sirkka kirishni taqiqlaydi va u bilan har qanday munosabatni uzadi. Nikulin yurak kasalliklari va diabetdan aziyat chekadi va 1997-yil avgust oylarining boshida murakkab operatsiyani oldidan u Lyudmila Gruchenkoga qo'ng'iroq qilib o'zining so'nggi so'zlarini aytib o'tadi. 5-avgust kuni meni duo qilgin. Sen haqiqiy inson va sodiq do'stsan. Shuning uchun ham men seni yaxshi ko'raman. Afsuski, bu Nikulinning so'nggi so'zlari edi. 1997-yil Nikulinning yuragi urishdan to'xtadi. Yuriy Nikulin Moskvaning Novodevichi qabristonida harbiy sharaf bilan dafn etildi.